Yangi uylangan bolalar ko'chaga qanday chiqishadi? Yoringga joy bo'lib, manlaringni kiydirsam, achak. Bo'pti xotin, yaxshi o'tir, kechroq kelaman. Stop. Bitta narsa esingizdan chiqmadimi? Ha, savollarga javob berishim kerak, a? Men tayyorman, ketdik. Tak. Agar ko'chadagi begona qizlar ismingizni so'rasa nima deysiz? Men uylanganman, xotinim bor deyman. Familiyangizni so'rasachi? Men xotinim familiyasidaman deyman. Agar nomeringizni so'rasachi? 102 ga qo'ng'iroq qilaman. Nabadogada o'rtoqlaringiz sizni choyxonaga chaqirsa nima deysiz? Men xotinim tayyorlagan ovqatdan boshqa hech qanday ovqat yemayman deyman. Agarda o'rtoqlaringiz pul tashlashib dachaga chiqamiz desa siz nima deysiz? Meni pulim yo'q, chunki men hamma oyligimni xotinimga beraman deyman. Agar o'rtoqlaringiz sizni xotin qili desachi? U aslo yo'q. Men chunki xotinimni juda ham hurmat qilaman. Oxirgi savol. Agar begona qizlar sizga ko'zini qissa, nima qilasiz? Men ham qilsaman. Tushunmadim. Ko'timni. Ketaveraymi? Ketavering. Bayram bo'lyapti.